Ko'zlarimda uyqu yo'q. Chunki seni sog'indim. Jonim qachon kelasan? Seni juda sog'indim. Mana endi nima qilaman? Odamimiz mana 2016-yilda qo'yilgan ekan, kraskalari o'ngib ketgan. Shuni biz yangi holatga restoring qilib sepib beramiz, muqli holatga olib beramiz. Mana qanotlari, xudo xolasa shu darvoza yangidek bo'ladi, kuzatib boringlar. Tanimaydigan darajaga olib kelib qo'yamiz. Mana bu darvozaning holati. Mana xaritani holatidan mana holatga olib keldik. Darvoza uka, Alloh barakasini bersin. Kelishning gapi shu at uni. Uka, yuzma ochib berib olibsiz.